Dada, agar yigit bilan uchrashish dinda harom bo'lsa, unda qanday qilib turmush quraman? Bu holatda qanday yo'l tutishim kerak? Masalan, kimnidir yoqtirib qolganimni his qilsam nima qilay? Qanday qilib buni mendan so'rashga jur'at etding? Hazil. So'rayver. So'raganing uchun rahmat. Shuning uchun ham so'rayapman. Bilaman, sal qo'rqansan so'rashga, lekin buni yomon joyi yo'q. Shu savolni so'rashga o'zimni ancha tayyorladim. Alhamdulillah. Islom sen turmush qurishni niyat qilgan inson bilan ko'rishishingni taqiqlamaydi. Otangga ham bemalol shu insonni yoqtiraman deyishi mumkin. Menimcha u yaxshi nomzod. U bilan siz ham ko'rishishingiz kerak dada deyishing mumkin. Hatto u insondan oldin menga aytishing mumkin bu. to'g'ri aytasiz. Bu ishni qilishingni o'zi olijanoblik. Bu munosabatlarda o'zi ko'pincha ayollar zarar ko'radi, ya'ni qizlarimiz. Xo'sh, ularning hislarini kim himoya qiladi? Chunki ojizasiz, hissiyotlarga beriluvchansiz. Islom buning oldini oladi. Biror inson bilan o'xshash maqsadlaring bo'lsa, uni yoqtirsang, tashqi ko'rinishi ham yoqsa va u talablaringga javob bersa, o'zing uchun qo'ygan talablarni nazarda tutyapman. Eng asosiysi albatta din bo'lishi kerak. Mana shu keyinchalik turmush qurishingga olib kelishi mumkin inshaalloh. Islom ayollarning nomusini asrashni istaydi. Shunday. Islom butun oila sha'nini himoya qiladi. Islom onalar farzandlarini yolg'iz tarbiyalashini istamaydi. Shu sababdan ham dinimizda ishva qilishga ruxsat berilmaydi.